我叫帕兹里兹耀东，哈拉布拉镇阿克多干村的图什纳耶的弟弟。我姐姐2002年结婚了，05年离婚了，08年再一次结婚了。这么多年，她没有生过孩子，也没有做过这些错事。她在国外说被国内强制绝育，这些话是全是假的。İsmim bolsa Çimengül, Tursunay bolsa akamның burunqi ayoli bo'ldi. İkisi 2002-yilda to'y qilgan. Turmush qurish sababidan homildor bo'lmagan. Keyin oraliqda men homildor bo'ldim deb shundaq dedi. Biz uni doktorxonaga olib borib, sudigini tekshirib, qo'sqida 2 oylik bor ekan deb diagnoz chiqadi. Biz qaytib kelgandan keyin akam uni cho'ng yerga olib borib tekshirtmoqchi bo'ldi. Cho'ng yerga olib borib beshov tushirib tekshirtib boqaylik deb shundaq deganda yengam men opamning uyiga berib kelay, opamning uyiga berib kelgandan keyin undan keyin tekshirishga olib boraylik deb opasining uyiga ketib qolib shu payt qaytib kelmadi. Oraliqda biz yangamizningki shu kendiki Tojigul degan qo'shnimizning qo'sqida 2 oylik homildor ekan, shu homildorlik vaqtidagi tartini olib borib tekshirtib bizni men homildor bo'ldim deb oldiganligini bildik. Ular to'y qilib bo'lgandan keyingi 3 yil jarayonida bola ololmaslik sababidan jiq qatim janjallashgan. Qaytib kelmay ikkisi keyin ajrashdi. Akam ajrashib 4 yildan keyin to'y qildi. To'y qilib hozir 2 bolasi bor. Mening ismim Tojigul Ablajon. Tursunay burunqi mening qo'shnim edi. 2005-yili 3-oyda mening ig'ir bo'lganligimga 2 oy bo'lgan edi. Bir kuni Tursunay mening uyimga kirib, hamda meni keyniga boshlab berib, kichik taratga o'ltirib atgan chig'imda u yonchiqdan bir botulkani chiqarib elib, kichik taratimni botulka qachilib oldi. Men u chaqda qo'rqdim. Bu kichik tarat nima qilsiz deb so'rasam, u o'zining ishiltilganligini hamda bir odamga aytmasligimni deb o'tingan edi. Men Asalxon, Tursunay mening kelinim bo'ladi. Shu andaq yo'q bolani andaq qilib yurgan gap, qechib yurgan gap. O degan yolg'on aytib, yolg'on gap aytganda degan u birinchi yolg'onchi u degan. Men ismim Emrabi. Tursunay 2002-yili to'y qilib, birinchi yo'lish bilan to'y qildi. Onun baliqlama ajrashib ketdi. Keyin bu da hozirgi yo'lishi bilan tanışıp to'y qildi. Uning bilan birga o'tgan jarayon to'y balasi bo'lmadi. U o'zining ishi tug'maslik. Tug'mas operatsiya qildi degan gap yag'an gap. Unda ish yo'q bu yerda. Shuni hammasini biz bilib tursak, u yoqqa tug'moqning rost bu. 我是新源县副县长比萨拉，图斯纳伊自窑洞是我县的居民。他2次结婚，15年婚事，从来没有做过绝育，但一直没有生育。他能不能生育，有没有生育能力，有没有疾病，他自己最清楚。他在国外说，他在国内被强制绝育，完全是胡说八道，别有用心。 一派谎言，图斯纳伊，停止你对中国、对新疆、对家乡的诽谤。